O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga elektr va gaz to'lovlarida kompensatsiya beriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga elektr va gaz to'lovlarida kompensatsiya beriladi. Bu haqda yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmini joriy etishda ehtiyojmand oilani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlarida Prezident qaroriga belgilandi. Unga ko'ra 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelga qadar ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi hamda kambag'al oila reyestriga kiritilgan. Shuningdek, reyestrga kiritilmagan, biroq moddiy ahvoli bo'yicha kam ta'minlangan oilalar mezoniga to'g'ri keluvchi oiladagi jon boshiga daromadi minimal iste'mol xarajatining 1,5 baravardan oshmaydigan oilalarga elektr energiyasi iste'moli bo'yicha oyiga bazaviy me'yordan 150 kWh-gacha, tabiiy gaz iste'moli bo'yicha isitish mavsumida oyiga bazaviy me'yordan 250 kub metrgacha, boshqa davrlarda oyiga bazaviy me'yordan 150 kub metrgacha ortiq foydalangan qismi uchun bazaviy me'yor doirasidagi hamda bazaviy me'yordan oshgan narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. 2025-yil 2026-yildagi isitish mavsumida aholining ehtiyojmand qatlamini qo'shimcha moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida 2025-yilning noyabr oyida quyidagi oilalarga 1 million so'mdan bir martalik yordam puli ajratiladi. Reyestrga kiritilgan oilalarga mahalla yettiligi xulosasi asosida reyestrga kiritilmagan, biroq yordamga muhtoj oilalarga ikkinchi holatda mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha ro'yxat shakllantirishda birinchi navbatda boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari, birinchi yoki ikkinchi guruh nogironi bo'lgan shaxslardan iborat bo'lgan oilalar, nogironligi bo'lgan bolalarni parvarishlayotgan oilalar, uzoq muddatli davolanishni talab qilgan kasalliklar bilan kasallangan shaxslar, yashovchi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi shaxslar hamda yolg'iz yashovchi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, 3 va undan ortiq yashaydigan xonadonlarda ham gaz iste'moli bo'lmagan va markazlashgan tartibda isitilmaydigan ko'p qavatli uylarda yashovchi oilalar inobatga olinadi. Qo'shimcha ro'yxat 1-oktabrgacha shakllantirib, bir martalik moddiy yordam noyabr oyida to'lanadi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.